Roza jannatga olib boruvchi sabablardan. Ko'pchiligimiz bilgan hadis, albatta jannatda Rayyon deb nomlanadigan eshik bor. Undan faqatgina ro'zadorlar kiradi. 8 ta eshigi bor jannatda. Alloh bizga 8 alasiga yo'l bersin. Lekin bittasi ochilib qolsa yutdingiz. Mana shu Ramazon oyi birodarlar. G'animat bilaylik. U eshikdan faqat ro'zadorlar kiradi. Oxirgi ro'zador kirib bo'lgandan keyin yopiladi, boshqa birovga ochilmaydi o eshik. Tavfiq. Savol bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tavfiq. Ya Rasululloh, meni jannatga olib keladigan, meni do'zaxdan uzoq qiladigan amalni o'rgating. O'zi qo'llashini Rasululloh aytdilar, ro'zani o'zingizga lozim tuting. Chunki u amalga teng boshqa amal yo'q. Haligi sahoba ikkinchi marta meni bir amalga buyuring deganida, ro'zani o'zingizga lozim tuting, chunki unga teng bo'lgan boshqa amal yo'q. Ramazon oyi keldi birodarlar. G'animat bilaylik. Imom Termiziyda keltiriladi, Ramazon oyining birinchi kechasi bo'lishi bilan shaytonlar va itoatsiz jinlar bog'lanadi. O't eshiklari berkitiladi. Ulardan biron eshik ham ochilmaydi. Jannat eshiklari ochiladi. Ulardan biron eshik berkilmaydi. Nido qiluvchi nido qilib, ey yaxshilik istovchi, shoshil. Ey yomonliklarni istovchi, ma'siyatlarni ozaytir deydi. Do'zaxdan bandalar ozod qilinadi va bu har kecha sodir bo'ladi. Darsimizning nihoyasida Talhat ibn Ubaydullohdan hammamiz jannatga kirishni va uning oliy darajalarga yetishni xohlaymiz. Jannat eshigining oldida turgan Ibn Mojadan bu rivoyat. Do'zaxga kirib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga ikkita odam kelib iymon keltirdi. Talhat ibn Ubaydulloh ko'rdi. Shu ikkalasi o'ldi. Bittasi ikkinchisidan ishtihodliroq edi. Yana jihodda shahid bo'ldi. Ikkinchisi 1 yil keyin o'tdi, oddiy o'lim bilan o'ldi. Endi mana shu ikkala kishini Talhat ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu jannat eshigi oldida ko'rdi. Uchalamiz turgan ekanmiz. Shu amallarni mukammal suratda bajarish bizni foydali eshik ochildida bilamiz. Birinchi bo'lib bilamiz, shahid bo'lib o'tganda emas, ishtihodli bo'lgan odamda emas, 1 yil keyin oddiy o'lim bilan o'tgan kishini olib kirib ketdi. So'ngra qaytib chiqdi, yana ikkinchi boyagi odamni shahid bo'lgan odamni olib kirib ketdi. Jiddiy jahd bilan, shijoat bilan bir ishni boshlaymiz. Uni qo'yib chiqqandan keyin senga hali bu yer mumkin bo'lmadi. Qayt dedi, qaytdim. Uyg'ondida shu tushini aytib berdi. Odamlar hayron bo'lishdi, subhanalloh. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam min ayyi zalika ta'jabun? Nimaga hayron bo'lyapsizlar deb so'radilar. Ular aytishki, "Ya Rasululloh, ikkalasi bir iymon keltirdi. Birinchisi taqvoliroq edi. Ishtihodliroq edi. Yana shahid bo'ldi. Ikkinchisi endi el qatori oddiy, yana oddiy o'limi bilan o'ldi. Qanday qilib doimo bunga qodir. U burun kirib ketadi" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Alaysa qad makata hada ba'dahu sana." Ikkinchi o'lgan odam birinchi o'lgan odamdan 1 yil ko'proq yashadimi? Ha dedi sahobalar. Va adraka Ramazona fasoma va solla kada va kada min sajdati fi sana. Ramazon ro'zasini bitta oshcha tutdimi? Ya'ni 1 oy oshcha tutdimi ro'zani tutdi? 1 yillik namozni falon rakatini o'qidimi, sajdasini qildimi? Ha dedi. Albatta kitob o'qiydi. Rasululloh aytdilar: "Fama baynahuma ab'adu mimma baynas samai wal ard." Endi bu ikkalasining o'rtasidagi maqomdagi darajadagi martaba osmon bilan yer orasida katta farqi bor dedi. Tanish manzarami? Mana birodarlar, o'tgan yilgi Ramazondan bu Ramazonga kim yetib keldi, kim yetib kelmadi. Zarar ekan. Domlalar ham o'sha bitta Ramazonda oshda tutdi, 1 yil namozni ko'p o'qigan odamning darajasi balandroq bo'ldi. Chunki Ramazonni tutdi u. 1 yil oshcha namoz o'qidi. Bir kun yemaysiz. Alloh azza va jalla xayrli amallarimiz bilan umrimizni barakotli qilsin. Kelayotgan Ramazonda hammamizga Alloh muborak qilsin. Mana shu shijoat bilan, muhabbat bilan, g'ayrat bilan tutaylik. Muhabbat bilan qilingan amal sizga rohat beradi. Shuning uchun qilayotgan ishimizga agar muhabbat bilan yondoshadigan bo'lsak, qilayotgan ishimizga tushunchamiz, o'lchovimiz to'g'ri bo'lgan bo'lsa, u bizga mashaqqat bo'lishligi kerak emas. Alloh azza va jalla hammamizga Ramazonni muborak qilgan bo'lsin. Aqulu qawli ko'tarmayotganlar. Mana Ramazon birodarlar, shu tamaki tortadigan aka-ukalarimiz bo'lsa, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Biz sizlarni xijolat qilishni hech qachon bu narsani xohlamasligimiz. Biz menga nima deysiz? Shunday qolaveringlar. Meni pulimga chekamidingiz? O'zingizni o'pkangizga tortyapsiz. Men sizni yaxshi ko'raman. Chunki siz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan musulmonsiz. Men bilan bir xil sajda qilib turibsiz. Men bilan talabada turib men yaxshi ko'raman sizni.
O'zimga yaxshi ko'rgan narsani ravo ko'raman. Nimaga chekasiz shu narsani? Hadovoy moshni bo'lsin. Ertaga ana shu o'tkasi ishdan chiqib isyon qilib, nafasi bo'g'ilib yoki o'lib qolishiga sabab bo'lsa, o'zini o'zi halok qilgan qatorda bo'lib qolmaymizmi? Mana ishlab turibdi. Kelinglar tashlaylik. Mana 15 kun bor yana. Agar siz bo'ldi, endi ertaman ham chaymayman, kechqurun ham chaymayman deb hozir niyat qilaylik-da. Hozir nafsimizni sindiradigan payt. Shayton yo'q ayniqsa. Gunohning insonning hayotiga ko'rsatadigan ta'sirlaridan bunda inson tavba qilishdan uzoq bo'lib qoladi. Tavba qildim deydi, lekin bu tilining uchida turadi. Aka-ukalar yig'ilib turib, ota-onalar bilan malomat qilib, xijolat qilsa, bo'ldi, qayta ishmayman deb bizga va'da ber desa, bo'ldi, va'da berdim, tavba qildim, ishmayman deydi. O'zi qalbi nima qilib turadi? Siz turib qalbini gunohni tortib turadi. 5 gradus. Va'dani beraveradi, qilmayman deb qasamda ichaveradi, tasavvur qilib bilgan ishini qilaveradi. Chunki avvalgi qilgan gunohlaridan sidq dildan tavba qilmadi, u qilgan gunohlar yana tortyapti keyingisi. O'sha g'ildiragini tep. Ma'siyatlar, qilingan gunohlar bandadan hayoni ko'tarib tashlaydi. Uyalmay qoladi. Avvaliga uyatib qilgan bo'lsa, shu gunohda davomiy qilavergandan uyalmay ham qo'yadi. Endi uyalmay ham qo'yadi. Unga odamlar qarab turganligi ham baribir. Ko'pchiligimiz ustida bor. Odamlarning gap so'zi ham baribir. Nimaga shunaqa? Chunki qalb o'lib bo'lgan. Inson gunoh qilishidan to'xtashligi kerak. Yana kamiga yetmagandek Alloh uni kechqurun qilgan gunohini bekitib hech kimga bildirmagan bo'lsa, ertaman chiqib olib o'zi maqtanadi. Voh, kecha deydi. Yo'q, mana qildi deydi. Borib bunday qildi, bunday o'tib ketdi. Alloh bekitib qo'ydi. Tavba qil banda dedi. O'zi oshkor qiladi. Qanday qilsak, Payg'ambarimiz hadisini eslaymiz. Meni ummatimdan hammasining gunohi mag'firat qilinadi dedi payg'ambarimiz. Faqat mujohirlarnikiga chiqdi. Mana shu narsaga yetish uchun bizga mujohir kim edi? Jahriy, ya'ni oshkora gunoh qiladiganlar. Uyalmaydi. Allohdan bo'lgan tavfiq. Nima deysiz? Nima bo'pti dedi. Agar Allohdan bo'lgan tavfiq Ramazonda turibmiz, qo'y bu narsani qilib, mana qilma. Nima deysiz? Qodir bo'lmaymiz. Bilingki, bu odamga gapirishida hojati yo'q. Qalbida ozgina salohiyati bor odam uyaladi. Aka roza desa shart bekitib oladi haligi yekkan narsasi. Yoki chekkanim bekib oladi. Shu odamdan yaxshi umid qilsa bo'ladi. Ihdinas siratal mustaqim deymiz. Osiy banda albatta xor bo'ladi. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham. Inson mana shu gunohni qilishlik bilan, harom qilingan tijoratni qilishlik bilan o'zini aziz deb bilaman deyotgan bo'lsa, bilingki, lekin nimaga doim o'qiymiz? Va man yuhinillahu fama lahu min mukrim, innalloha yaf'alu ma yasha. To'g'ri yo'lda turishingizga tavfiq bermasa, o'zi qo'llamasa, yo'lamasa, siz bas uni hech kim aziz qilguvchi bo'lmaydi. Alloh xoh qilmasa, bandalarni xoh qilgan ish narsa emas. Agar Alloh taolo bandasi har qancha xoh qilaman desin, har qancha kuch-quvvatini, mansabini ishlatsin, Alloh xoh qilmagan bo'lsa, aziz bo'laveradi bu banda. Endi Alloh xoh qilgan bo'lsa-chi, adashib ketishligimizda shak odamning hayotiga ko'rsatgan ta'siridan qilgan gunohi kichkina bo'lib qoladi. Qanaqa gunoh qilmasan, kichkina bo'lib ko'rinadi, hech narsa emas. Tavfiq haqida hamma qilyapti. Ulug'lar aytgan so'zlarni o'qiymiz. Musulmon odamchi? Musulmon odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgandek, qilib qo'ygan gunohini xuddi bir katta bir tog'dek ko'radi. Hozir boshimga bosib qolarmikin buni kasofati. Shu qilgan gunohim ustimga tushib ketarmikin deb qo'rqib turadi. Endi fojir banda esa gunohda har qancha qilib turib, burniga qo'ygan pashadek parvo ham qilmaydi. Alloh uni yaxshilikka muvaffaq qildi. Uni yaxshilikka ilhomlantirdi. Mana shu narsa tavfiq bo'ladi. Mana Alloh sizni o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi rozi bo'ladigan yaxshi ishlarga yo'llab qo'yishi, ilhom berishi tavfiq deydi. Mu'jamul Wasitda keltiriladi. At-tawfiqu minallohi lil 'abd saddu tariqash-shar va tashil tariqil khayr. Alloh tomonidan bandaga bo'lgan tavfiq yomonlik yo'lini to'sib, yaxshilik yo'lini oson qilishdir. Davomiyroq va harisroq bo'lamiz. Tavfiq yaxshilikka bo'lgan ilhom. Tavfiq hidoyat qilish, to'g'ri yo'lga boshlash. Yordam. Tavfiq qo'llashlik va muvaffaqiyat. Tavfiq yomonlik yo'lini to'sish, yaxshilik yo'lini osonlashtirish. Muvaffaqahulloh. Alloh uni muvaffaq qildi. Tavfiq berdi. Nima degani? Yo'l yo'lini Alloh taolo ochib qo'ydi. Alloh unga tavfiq berdi deymiz. Ya'ni ana shu tavfiq olgan odamni shu ishni qilishga ilhomlantirdi.
uydan chiqish kerak. qadamlarini to'g'riladi va intilayotgan ishlarida muvaffaqiyatga yetkazadi. Lekin Qur'on tilovati shunday ibodatki, Tavfiq. bu mana shu Bu aytilgan narsalar haqni bilishlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh tavfiq bergan odamgina haqni taniydi. Endi haqni tanib qo'yishlikni o'zinglar komil tavfiq emas. Chunki haqni tanib turib amal qilmaslik ham mumkin-da. bitta harf demayman. Tavfiqning komil ko'rinishi haqni taniysiz va unga amal qilasiz. Musulmon kishi Mustafa Demak, Mashadini yoki tavfiq so'zi umumiy suratda iymon, amal, taqvo, Allohning roziligi, baraka va hamma yaxshiliklarga bo'lgan ilhom. Biz birodarlar tavfiq deganda umumiy insonni Allohning roziligiga olib boradigan ikki dunyoning xayriyatlarini qo'lga kiritishlikni nazarda tutamiz. Bo'lmasa yoki Qur'on o'qishni bilmasangchi bizga qanday tushunarli bo'ldi tavfiq. Ana shu Qur'on tilovati Endi savol bor. namozlarida Kofirlar ham bu dunyoda ko'zlagan maqsadiga yetyapti. yozadi. Ularga ham ilhom berilyapti. Harf bo'lsa, Ular ham ko'zlagan maqsadiga yetishyapti. Ularniki ham tavfiq. Va buni ustiga ustak Ramazonda qilingan sunnat amallar qarasiz, ayni tavfiq, chunki bular ham ko'zlagan maqsadiga yetyapti. Endi Ramazonda qilingan bitta farz amal 70 Kofirlarni mana shu dunyo maydonida qo'lga kiritayotgan yutuqlarini ham tavfiq desak bo'ladimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ya'ni qarasangiz, dunyoda hamma xayriyati bor ularning qo'lida. biror bir oyat bo'lmagan kishi Dunyo xayriyatlardan foydalanishda ular hammadan peshqadam. Boyligi bor, Qur'ondan biror oyat sog'ligi bor, mansabi bor, quvvati bor, boshqa shunaqa ne'matlari bor. Ular ham tavfiq tilovat haqida gapiradigan bo'lsak, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Dovud, Termiziy, Ahmad biz nazarda tutayotgan tavfiq bu emas. Dunyo maydonidagi muvaffaqiyat boylik bo'ladimi, mansab bo'ladimi, shuhrat bo'ladimi, aql bo'ladimi, tadbir bo'ladimi? Bular Allohning taqdiri bilan sodir bo'laveradi. Albatta bunda xayr bor. Ya'ni Alloh taolo ana shu kofirni, Alloh azza va jalla ana shu kofirni boy qilishni taqdir qilgan, boy bo'laveradi. Ikkalasida ham Qur'on tilovati. Ammo biz aytayotgan tavfiq bunaqa emas. Mana Alloh odil zot. Qur'on haqida gapiradigan dunyo maydonida muvaffaqiyatga erishishlik uchun qanday sabablarni qilish kerak? Kim shu sabablarni qilsa, Alloh uni muvaffaqiyatga yetkazaveradi. Qur'on tilovat qiladigan mu'minlar iymoni bormi, yo'qmi, farqi yo'q. Dunyo maydonida qo'lga kiritiladigan muvaffaqiyatni misoli mana shu qanaqa sababini qilishingiz kerak? Shu sababni qilsangiz, beraveradi. Biz aytgan tavfiq Allohning roziligiga olib boradigan, ikki dunyoning saodatiga sabab bo'ladigan ishlarga yetishlik tavfiq bo'ladi. Lekin Qur'on o'qishni bilmagan Demak, bo'lsa, bu odamning dunyo maydonida kofirlarning qo'liga kelayotgan xayriyatlar tavfiq deyilmaydi. Qur'on o'qiganda hidiyam shirin. Men namoz o'qimasam ishlarim zo'r ketyapti deydi-yu. Sabab bo'lyapti. Eshitamiz-da shunaqa. Mana sen namoz deysan, taqvo deysan, namoz o'qimasam ham, taqvodor bo'lmasam ham beryapti menga desa aytamiz, bu taqdir bu. Hojir bo'ladigan bo'lsa, chunki sen qilayotgan ishni men ham qilyapman, menga bermayapti. Demak taqdir. Qur'on o'qisachi. Bu nimaga o'xshaydi? Rasululloh Allohni tanish, uning Qur'on o'qigan qaytarishlarni bilish, mana shu qaytarishlarga amal qilishlik haqiqiy tavfiq bo'ladi. Hatto hozir odam Qur'on o'qigan bo'lsa, uni hidi shirin deb aytadi. Mana haligi Steve Jobs o'lib ketdi. Apple kompaniyasining asoschisi. O'sha yashagan paytda muvaffaqiyatning ramzi bo'lib qoldi. Steve Jobs muvaffaqiyatning simboli bo'lib qoldi, ramzi bo'lib qoldi. Bu odam hamma havas Hamzalaga o'xshaydi. Mana haqiqiy tavfiq topgan odam dedi. 56 yoshida oshqozon ostida bezini raka bilan ketaverdi. Qalbida iymoni bo'lib, savobli amallarda qilib turib, Qur'on tilovatida tavfiq bo'lsa, bu odamni Rasululloh ana shu shirin mandaringa o'xshatyaptiki, Allohni rozi qiladigan amallarga muvaffaq bo'lish. Ko'pchiligimiz Qur'on o'qishni Allohni rozi qiladigan ishlarni qilishlikka yo'l ochilishi biz aytayotgan tavfiq. Shunga kelib somiy bo'lib turadigan bo'lsak, ana shu payg'ambarimiz maqtagan birinchi toifadan bo'ladi. Saodatli qiladigan tavfiq bu taqvo va solih amallarga. Mutarrif ibn Abdulloh aytadi:
Nima uchun kofirlarga berilgan mana shu dunyo matohi tavfiq deyildi? Qiyomillayda turib uxlamasdan. Chunki Alloh taolo bu dunyo matohini musulmonga ham, kofirga ham nima qiladi? Beraveradi. Sababini bilsa beraveradi. Uxlab qolib, ertaman turib pushaymon yeb yurganim yaxshi. Kullan numiddu haula'i va haula'i min ata'i robbik va ma kana ata'u robbika mahzura. Ey Muhammad alayhisalom dedi Alloh taolo Qur'onda. Bu dunyoda odamlarning barchalariga, hammalariga, o'sha mana bu mu'minlarga ham, agar mana shu turganingizni pesh qilib, mana shu turgan sifatingiz bilan o'zingizni boshqarib ya'ni 3 kunda tugatadigan mashqlarimiz bor mana. Haqiqatan unda turishlikka quvvat kerak, bu jasadga ham, qalbga ham quvvat kerak. Turdida endi mana qilib qo'yapti. Dunyo maydonida beroradi hammaga. Endi o'ylab ko'ring. Agar dunyo maydonida faqat mu'minlarga ne'matlar berilsa, kechqurun qiyomalarni turaman deb uxlab qolgan deydi. Unda narigi kofirlar ham shu ne'mat uchun deganim yaxshi deydi. Kechasi bilan namoz o'qib qo'yib, o'zimdan xotirjam bo'lgandan ko'ra deydi. Ey bandalarim deydi. E'tibor beringlar, juda og'ir gap. Berganim mukofot emas. O'qib qo'ydingizda, yurasiz. Bermaganim jazo emas. Ozginani o'qasiz, xotirjam, davolmay bo'lib qolasiz. Berganim sinov. Alloh biladi, birodarlar. U bandolarni Alloh qabul qildimi yoki o'sha ikkinchi odamdan qadr qiymatini belgilayotgan musulmonlar boyligini birinchi o'ringa qo'ymaydi. Iymoni, amali, taqvosi, solih amallarga qarab turib, bizdan balandroq bo'lsa, demak shu odam Allohga yaqinroq, bizdan yaxshi deymiz. Garchi kambag'al bo'lsa ham. O'ldirmasdan yetkazdi. Sahoba lekin biz odamlarda aksariyatda hozirgi odamlarning ko'pchiligini kallasida Alloh taologa 5 oy 6 oy yig'lar ekan. Xudoga yoqqan joyi borki, qabul qilgan. Zuvolasini qolgan 6 oyini yana yig'lashar ekan. Kofirlardan jonimizni olmagan. Bu dunyoda qo'lga kiritayotgan boyligi, sog'ligi, mansabi, peshqadamliklari nima ekan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlari birida Allohning taqdiri ekan. Bu dunyo matohini Alloh mo'minga ham, kofirga ham beraverar ekan. Amin dedilar. Tavfiq emas ekan bu. Balki istidroj bo'ladi biroz. Sababini so'raganda aytib berdiki, kofirlarning bu dunyodagi muvaffaqiyati tavfiq emas. Aytdiki, ey Muhammad taqdir, Allohning taqdiri yoki istidroj bo'lishi mumkin. Ota-onasidan ikkalasi tirik. Hattoki gunoh, ma'siyat, fisq, fujurga kirsa ham Alloh taolo kasalani ota-onasini beraveradi. Hatdan olish mana o'zini jannatiy qilib olgan Alloh taolo xor bo'lsin. Amin deng. Dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dunyo maydonida dunyoni molini ota-onasidan bittasi yoki ikkalasi tirik bo'lib bizni nima qilmasin? Roziligini olmasdan o'tib ketgan farzand xor dunyodagi berishlik, bermaslik hech narsani hal qilmaydi. Ha, musulmon odam bu birinchi bo'lgani yaxshi. Kambag'al bo'lmagani yaxshi. Ikkinchi omin deyishini sababini aytdi. Boylikni Allohdan so'rash kerak. Rasululloh dedi, kambag'al bo'lishidan panoh tilash kerak. Zikr qilingan paytda, lekin shu so'ragan duolaringizdan keyin Alloh qanaqa kun berayotgan bo'lsa rozi bo'lishingiz kerak. Xor bo'lsin. Ana shu rozi bo'layotganingiz ham tavfiq. Dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin dedi. Ey Xudo, men senga birodarlar, Rasululloh deydimi, Muhammad alayhisalom deydimi, payg'ambarimiz deydimi, eng kamida alayhissalom deb qo'yish kerak. Lekin sallallohu alayhi vasallam deyishlik afzal. Rozi bo'lmayotganligi duo ketdi. Demak Alloh unga tavfiq bermagan. Ismi zikr qilingan rozi bo'lishlikka yo'l ochmaganligini belgisi qiladi. Va uchinchi omillar sababi shu bo'ladi deb betofiq deb qo'yadi. Jabril alayhisalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdi. Eshitganmizlar baromatni shu. Qaysi bir kishi Ramazon oyiga guvoh bo'lsa-yu, endi tushundiram nimaligini? Gunohlardan betofiq degani Alloh o'zini holiga tashlab qo'ygan odam bo'lsa, Allohning hisobidan chiqib ketgan odam, tugagan odam degani bu. Betofiqlar mana Shom payti kelishligi bilan islomda yangi kun boshlanadi. Hozir Ramazon oyida o'tiribmiz. Tong otganda Ramazon bo'lmaydi. Borda shunaqa boy akalarimiz. Shom payti undan ko'ra puli ozroq bo'lgan odamlar qilayotgan sarf-xarajatni, xayriy ihsonni yarmini ham Ramazon oyida o'tiribmiz. Nimaga? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan duo ketgan. Shu oyda taqvo qilib, shu oyda ibodat qilib, agar biz o'zimizni tavfiqni qo'lga kiritishimiz uchun gunohlardan tozalab jannatiylar qatoriga qo'sha olmaydigan bo'lsak, bizga solih amal. Alhamdulillah robbil alamin musulmon bo'ldik. La ilaha illalloh Muhammad Rasulullohda musulmon bo'ldik. Alloh taolodan qalbi bilan ham bizda tashqaridagi a'zolar bilan ham o'sha tavfiq bizda haqiqiy mo'min ziyoda bo'lishi uchun odamlar ko'rib turganini ham Allohdan qo'rqadi. Hech kim ko'rmayotganda ham Allohdan qo'rqadi. Astagfirullah. Haqiqiy mo'min saratondan roza tutadi. Tomoqlari qaqrab ketadi. Uyda ishiga kiradi. Uyda hech kim bo'lmaydi. Xaladanidagi muzdek suvni ko'radi. Qarab turib ichmaydi. Alloh taolo aytgan. Kamera yo'q. Erkak biroq bilmaydi.
uni nima to'siyapti suv ichishda? Mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, Ish qo'yibdi chiqib ro'zaman desa bo'laverardi. erkak ayol farqi yo'q. Shuning uchun birodarlar, bolalarimizni ichiga ekaylik mana shu pokiza urug'. Savob Ichidan bo'lsin bo'lsa musulmon bo'lib turadi. Alloh nima deyapti? Abdulloh ibn Dinor aytadi. Unga Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bilan birga Makka ga qarab chiqdim. Yo'lda ketarkanmiz, qo'ylarda haydab yurgan bir cho'pon tog'dan tushib keldi. Ajr savob. Umar ibn Hattob xalifa. Cho'pon bilmayapti xalifa ekan. Farqi yo'q. Sinamoqchi bo'lib, bo'lsanglar va qo'ylaridan bittasini sotmaysanmi? Biz unga pokiza meniki emas dedi. tavfiq beramiz. Men mamlukman. Pokiza hayotga yetishligi yo'l ochib qo'yamiz. Xo'jayinning qo'yini boqib yuribdi. Tavfiqni qo'lga kiritish. Egasiga o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan dedi. Solih amal. Boya qul nima dedi? Mana puli dedi Umar. Oyatdan ma'lum bo'lyapti. Pulini o'lib qoldi desa yo bo'ri yeb ketdi deysan. Mana puli. Solih amallarni. Haliga cho'pon aytdi, "Vallohi menga pul juda ham zarur. Ko'p amal qilasiz, solih amallarni ko'p qilasiz. Qo'ylarda egasi meni rostgo'y deb biladi dedi. Ustingizda doimiy bo'ladi. Agar bo'ri yeb ketdi yo o'ldi desam menga ishonadi. Allohga iftiqor. Lekin Alloh toatlarni bajarishlikka Allohdan yordam so'rashimiz kerak. Bu kam musofir ketadi. Va mana shu o'rinda tavfiq degan ne'matga ega bo'lishimiz uchun bu oddiy cho'ponning so'zini eshitib turib yig'ladi. Amallardan bittasi shu cho'pon bilan elchi borib, sayyididan sotib olib ozod qilib yubordi. Hada va astagfirulloh li va So'ngra aytdiki, shu so'z dedi, Allohchi degan so'z. Seni dunyoda ozod qildi, qulchilikdan. Assalomu alaykum. Endi mana shu so'zing seni oxiratda jahannamdan ozod qilishidan umid qilaman. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, birodarlar, farzandlarimizning qalbiga Allohdan bo'lgan qo'rquv, gunoh, ma'siyatdan tiyishlik kerak degan narsa o'zini qalbida bo'lishligiga harakat qilaylik. Chunki siz ko'rmayotgan paytda ham xotirjam bo'lasiz. Birodarlar, bu cho'pon Allohchi deganida dinda aslini gapirdi. Bu odam mana shu paytda haqiqiy faqih, haqiqiy olim, haqiqiy dindor edi. Ehtimol Qur'on yodlamagan rahmatullohi taala. Ehtimol fiqh ilmlarni bilmas, lekin eng muhim narsani bilib turdi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohchi edi. Allohni oldaymanmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam demak din nima ekan? Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu odamlar orasida bo'lganda ham, yolg'iz bo'lganda ham, tilimiz bilan ham, qalbimiz bilan ham, qo'limiz bilan ham Allohdan qo'rqishimiz. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Uni gunohdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Rasululloh aytdilar: "Ey Muoz, men sizga har namozning ortidan ham uni gunohdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, seni zikr qilishda, Alloh bunaqa bandani amallariga senga shukr qilishda, shuning uchun biz o'zimizni va senga go'zal tarzda ibodat qilishda menga yordam ber" deb aytishingizni vasiyat qiling. Haqiqiy mo'min birodarlar, kuzatuvchi bo'lganda ham, kuzatuvchi bo'lmaganda ham ishini zo'r bajaradi. Alloh taoloning zimmasidagi vojib bo'lgan amalni bajarishlikda bironta bir nazoratchini keragi yo'q. Tavfiq har bitta ishni Alloh taolo bo'lgan bilib turadi degan yaxshi amallarga berilgan ilhom. Alloh taolo sizni yo'llab turishligi, o'zimizni qalbimizga mana shunday bir Allohchi degan masligi. Mana shu tavfiqni joylagan solih bandalardan qatoriga qo'shgan. Tavfiqqa ega bo'lgan odam ikki dunyoni yaxshiligini qo'lga kiritgan odam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini qaytaramiz, o'qirkanmiz. Alloh tomonidan bo'lgan tavfiqqa ega bo'lgan odam darajadagi bir ajib dunyoning saodatini qo'lga kiritadi. Bunday mavqi biror bir zamonda, makonda biror inson hayotida bo'lgan emas va bo'lishi ham mumkin emas. Astagfirullah. Abu Hurayra roziyallohu anhu: "Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun." Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotdan tayyiba. Bir odam kelib halak dedi. Tavfiqqa ega bo'lishimiz uchun Rasululloh biz nima qilishimiz kerak? Nima bo'ldi senga? Nima qilsak bizga tavfiq keladi. Yaqinlik qilib qo'ydim dedi. Robbimiz subhanahu va taolo rozador odam Nahl surasida ayolga yaqinlik qilib qo'ydi. Erkakmi yo ayolmi? Bilib turib qilib qo'ydi. Kimda kim? Mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato eturmiz. Kaforatda birinchisi. Bu Allohning va'dasi. Yo'q dedi. Erkak ayol yaxshi amal qilsa, Alloh unga pokiza hayotni ato qiladi. Ro'za tuta olasanmi dedi. Ibn Kasir aytadi, bu solih amal qilgan bandaga berilgan Allohning va'dasi. Qornini to'g'izib olasanmi? Solih amal sizga tavfiq kelishligining sababi ekan. Abu Hurayra aytadi, qancha savobli, solih amalingiz ko'p bo'ladi, shuncha tavfiqqa ega bo'lasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam solih amal nima? Haligini chaqirib turib, solih amalda nimani aytamiz?
qalbida Alloh va uni payg'ambariga iymoni bor bo'lgan erkakni, ayolni mendan ham faqir ixlos bilan kitob va sunnatga muvofiq suratga qilgan amali solih meni amal oilamdan deyiladi. ko'ra kambag'alroq oila yo'q. Sizni ko'zingizga ko'ringan, yaxshi bo'lib ko'ringan amalni hammasi solih amal deyilavermaydi. Payg'ambarimiz U amal solih bo'lish uchun kitob va sunnatga muvofiq bo'lish kerak. tuta olmayman deyapti. Ixlos bilan 60 qilingan ta bo'lish miskinni kerak. to'ydirsa to'ydira Mana shunday olmayapti. solih amal deyiladi. Hech narsa yo'q. Endi mana shunday solih amal qilgan payg'ambarimiz mushkulasini hal qilib qo'yib, sadaqa qilib tarqatib desa, osuda o'zimiz yeb olmaylikmi? qaytaraman. Bizdan ko'ra Mana shunday faqir odam solih yo'q amalni qilgan bandaning mana shu dunyodagi hayoti pokiza, gunohligini biladi. osuda bo'ladi. Aytilgan kaforatlarning bittasini oxiratda bo'lsa halok bunaqa amal bo'lishini ham qilgan biladi. odamga Lekin dunyoda qilib o'tgan amallarini eng yaxshilari bu uchun Madinada deyapti, bizdan ko'ra faqirroq odam yo'q deyapti. yurib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rib yubordi. Nima deb? Ko'rib yubordiki, Bola chaqa tirikchilik. Obor yegiz o'rayli. Nima uchun tirikchilik, bola chaqa deb yuribmiz? Hayotimiz osuda bo'lishi uchun. Biz o'zimizga olaylik-da, biz o'zimizga olishimiz kerak. Faqat chaqamiz ko'p bo'lgan ekan, hayotimiz zo'r bo'ladi. Men nima qilaman deb so'raylik o'zimizdan. To'g'ri? Insofiy bormi seni? Qana odamsan? Pulimiz ko'p bo'lsa hayotimiz zo'r bo'ladi. Yana men shunday xurmoni bekarga olib kelib bersam, yana yeb yurmaysanmi? Muhim emas ekan. Gunohni o'zi qilib turib kaforatini Mo'min bo'lgan holda solih amalni ko'p qilsa, Alloh shu odamning hayotini pokiza qilar ekan. O'rganaylik. Boy qilib qo'ymas ekan. Shunday bir buyuk insonga millioner hurmat qilib qo'ygan qo'ymas ekan. Albatta mansabga o'tkazib qo'ymas ekan. Qanaqa hayot bo'lganda ham, rizqi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar hayoti pokiza bo'ladi. Imom Buxoriydan bu ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam pokiza hayot qana bo'ladi? Osuda, osoyishta, xotirjam, qo'rquvsiz, qayg'u xavotirsiz, g'am tashvishsiz hayot. Bu taqvo. Shunaqa hayot kerakmi? Solih amalni ko'proq qiling. Iymon keltirganlar sizlardan pokiza hayot degan Ramazon ro'zasi farz so'zni sizlarga farz Abdulloh ibn Abbos halol pokiza rizq deb tafsir qiladi. Ali roziyallohu anhu pokiza hayotni qanoat deb tafsir qiladi. Yolg'on so'zni, yolg'on Talha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu yolg'on so'zga bo'lgan amalni pokiza hayotni baxt, saodat deb tafsir qiladi. Imom Zahhok pokiza hayotni halol rizq va dunyodagi ibodat deb tafsir qiladi. Ramazon oyida roza tutsa, mana shularda lekin hammasi roza bo'lgan holatda yolg'on gapni tarqamagan bo'lsa, kimga berilar ekan bu? Shu gapiga amal qilishni solih savobli amallarni ko'p qilgan Allohga bu odamni ovqatini va sharobini bir chekkaga surib qo'ygan. Alloh taoloning fazli. Tavfiq Alloh taoloning marhamati. Boshqa oiladan ko'ra xushroq bo'lishi kerakki, shu haq bor ro'zasi fazl. yolg'on gap tufayli yoki yolg'on gapga bo'lgan amal siz ishlab olishga haqqingiz bo'lgan narsa. Tomini yopib berdingiz 10 ming so'mga. Ramazon oyida 10 ming so'mni olishingiz sizning haqqingiz. Endi uyli egasi sizni ishingizni puxtaligini ko'rib turib, yana 1000 so'm berib qo'ydi. Xatmlari bo'lyapti. Majbur emas. Endi bu fazl. Ba'zilarimiz 8 rakatga turib chiqib ketib qolamiz besabrlik. Ana shu solih amalni qilib Allohdan tavfiq umid qiluvdik, Alloh taolo shuni berib qo'ydi, fazl ko'rsatdi. Endi nimadan mahrum bo'lyapsiz demaysizmi shu odam? Vaholanki loyiq emas edi. Shu tarovihga chiqmaganligi uchun demak, nimaga ega bo'layotganligini Alloh taoloning marhamati ekan va fazli ekan. Nimaga ega bo'lyapti? Bizni bu yerga qilayotgan solih savobli amallarimiz tavfiqni kelishiga sabab xolos. Agar Alloh xohlamasa, fazl ko'rsatishni xohlamasa, solih amal qilganingizdan keyin ham bermay qo'yadi u tavfiqni. Mana hadislarda keladi, sahih hadislarda. Fa'alul lima qaysi bir Allohlardan bir uyda. Robbimiz o'zini xohlaganini qiladigan zot. Allohning kitobini La muaqqiba li hukmihi. Hech kim Alloh taoloni bu yerga Alloh hisob kitob qila olmaydi. Nimaga bermading deya olmaydi. Farishtalar o'rab oladi bu yerda. Va sizni qilayotgan savobli solih amalingiz tavfiqning kelishiga sabab. Lekin beradigan Alloh. Bandalarni qilayotgan bu sababni qilsangiz ham bermay qo'yishi mumkin. Chunki tavfiq Allohning nimasi ekan? So'rar ekan. Fazli ekan. Bandalarni qaysi holatda tashab ketdilar. Shuning uchun men mana ish qilib qo'ydim, mana ish qilib qo'ydim. Endi albatta tavfiq keladi deb baho bermang o'zingizga. Men masjid qurib qo'yganman. Men birovning haqqini yemaganman. Halol pul bilan bolalarim boqqanman. Endi bolalarim aniq zo'r bo'ladi demang. Ko'rganda qanaqa bo'lardi? Chunki bu siz qilgan savobli amallaringiz, solih amallaringiz sabab xolos.
tavfiqni haqqi emas. Shu yerda hozir bo'lganlarning hammasini gunohini kechirdi. Bu Men mana shuncha savob ish qilib qo'yganman. Meni hayotim zo'r bo'ladi deb katta gapirmang. Darsxonaga Chunki kelgan odam savobli amallaringiz bor yo'g'i tavfiqning sababi. Shunda Alloh xolasa bitta sababni qilsangiz ham bermay qo'yadi. u yerga bir hojat bilan borgan edi. Bir ish bilan boradi, yuz ortib ketib qoldi, birodar. Allohni rozi qiladigan amallarga qanchalar shoshilar ekan, u qasd qilib kelgani yo'q bu masjidga. Allohning rahmati shunga yarasha kelaveradi. Kechiraversanmi? Niyat qilmasdan kelgan. Dinga bo'lgan fidokorligimizga yarasha barakotidan Alloh taoloning rahmatiga erishamiz ikki dunyoda. Bu yerga kelgan odam bu marhamatdan bebahra bo'lmaydi. Allohning diniga bo'lgan fidokorligimizga yarasha Alloh taoloning rahmatiga erishamiz ikkala dunyoda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam targ'ib qilgan, buyurmagan, lekin targ'ib qilgan. Umar ibn Peshin paytida namoz o'qib qo'yish, Ramazon kelganda roza tutib qo'yish, la bo'lsa, nima ish qilyapsiz? boshqa payt bilgan ishingizni qilib yurgan bo'lsangiz, demak dinga fidokorligingiz yo'q ekan. Birovni ayblashlik yoki birovni Din faqat Ramazonda roza tutib qo'yish, bizni yelkamizda bir Qurbon hayit kelganda qurbonlik so'yib qo'yish, nimadan mahrum bo'lyapti? namoz vaqti bo'lganda namoz o'qib qo'yishlar emas. Buxoriyda keltirilgan hadis hayotingizni boshidan oxirigacha din idora qilish kerak. Shunda Allohning tavfiqi keladi. Mana tarjimasini o'qib aytaveramiz. Uyinda bandani qalbi Allohga bo'lgan iftiqor bilan to'lishi, o'zini aqliga suyanmasligi, o'zini quvvatiga, puliga suyanib qolmasligi, Qur'on o'qir ekanman, o'zini ojizligini tan olishi, zaifligini tan olishi, ilmsizligini tan olishi, Robbisini qo'llab-quvvatlashligiga muhtoj ekanligini his qilishi tavfiqning sabablaridan. 3-marta o'qidim. Pulingizga ishonmaysiz, ilmingizga ishonmaysiz, aqlingizga ishonmaysiz, zaifligingizni tan olasiz, Parvardigor seni qo'llashingga muhtojman deb turasiz. Shunday bo'lsangiz Allohning tavfiqi keladi. Tongotda Ma'qulmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga borib turib mana shu bo'lgan narsani aytib berganda, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "O'g'irmashdi" dedi. Mathalu hadhihi ummati kamathali arba'ati nafar. Bu ummatning misoli 4 ta odamning misoliga o'xshaydi. Tashqariga bir kishiki boshini ko'tarsa Alloh unga mol va ilm ato qildi. Ko'tarilib chiqib ketardi mendan. Bas u ilmiga amal qiladi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam molini infoq qiladi. Agar siz buni o'qiganingizda bu birinchi odam. Farishtalari Ilmi ham bor, puli ham bor. Ilmiga ham amal qiladi, pulini ham infoq qiladi. Agar to'xtatmasdan Endi ikkinchi o'qiganingizda bir kishiki Alloh unga ilm ato qildi, mol ato qilmadi. Ilmi bor, puli yo'q. Endi shu ikkinchi odam aytadiki, agar menda ham ana u birinchi odamga o'xshab turib pulim bo'lganida, men ham pulimni savobli o'rinlarga sarf qilardim. Hammani jamlab. Rasul aytadilar: "Fahuma fil ajri sawa." Ikkalasi savobda teng. Alloh va Rasuluna sizdan birinchi odamda puli ham bor, ilmi ham bor. Alloh taolo ba'zi bir ikkinchi odamda puli yo'q, ilmi bor. Qur'on tilovatini qilganda birinchi odam ilmiga amal qilyapti, pulini sarflayapti o'rniga. Ikkinchi odamda puli yo'q. Agar bo'lsa men ham sarflardim desa, farqi yo'q. Puli yo'q bo'lsa ham, sarflamagan bo'lsa ham, niyat qilgani uchun sarflagandaqa savobni oladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu ilm xususida nima degan? Yana payg'ambarimiz aytadilar: "Va rajulun atahullohu malan va lam yu'tihi ilma." Endi uchinchi odam. Bir kishiga Alloh unga mol ato qildi, ilm ato qilmadi. U molini noto'g'ri ishlatadi va uni nohaq o'ringa sarf qiladi. Ilmi yo'q, puli bor. Pulini gunohga sarflaydi. Ma'ruzda eshityapmiz. Endi to'rtinchi odam. Hatmi Qur'onda eshityapmiz. Bir kishiki Alloh unga ilm ham, mol ham ato qildi. Qur'onni ekan bo'lsa shu ilm majlisiga Endi u aytadiki, agar menda ham mana bu uchinchi odamga o'xshagan narsa pul bo'lganida, men ham o'qigandek qilar edim. Chiqolmayapsiz masjidga. Uchinchi odam qanaqa? Yaxshi ko'ruvchi odam bor, ilmi yo'q, pulini haromga sarflayapti. Beshinchisi. Endi to'rtinchi odam, ana shu pulim bo'lgani men ham shunaqalarga sarfladim desa, payg'ambarimiz aytibdilar: "Fahuma fil uzri sawa." Endi bu ikkalasi gunohda teng. Toifalar yo'qmas odamlar orasida. O'qib nima bo'ladi? Ya'ni bandani himmati, niyatiga yarasha tavfiq keladi. Uyiga Allohning farishtalari bandani maqsadi va harakatiga yarasha Allohning qo'llovi keladi. Shu oyatni o'zim. Qarang, ilmi bor, puli yo'q. Qur'on o'qigani darsga chiqib ketdi. Ilmi bor, puli yo'q. Meni ham pulim bo'lsa sarflardim dedi, savobni teng olyapti. Ichimizda ilmi ham, puli ham yo'q odam, pulim bo'lsa gunoh qiladim desa, gunohda teng qilib qo'yapti Alloh. Qanday bir ajri bor. Demak, birodarlar, Imom Buxoriyda savobli amallar
Alloh taoloning fazli ekan. İbrahim'le Ubayda Shuning uchun bu savobni eshitsangiz, men qildim demang. sallallohu alayhi va sallam Aytingki, Alloh menga shu ishni qildirdi. Banda har qancha katta savob amal qilsin, e'tirof qilish kerak. Nimani? Bu Allohning fazli. Chunki Alloh tavfiq bermaganida, muvaffaq qilmaganida mana shu ishni qila olmas edi. Agar Allohning fazli, yordami, tavfiqi bo'lmaganida bandadan bironta savob amal sodir bo'lmas edi. Astagfirullah. Rasululloh sollallohu va laula fazlullohi alaykum va rahmatuhu lattaba'tumush shaytona illa qalila. Mana qarang. Shaytonga ergashganlar jahannamga o'tin bo'ladi. Chunki Ramazon oyida Alloh taolo aytayapti. Bitta savobimiz yetib agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, tavfiqi bo'lmasa edi, ayrim kishilardan tashqari hammanglar shaytonga ergashib ketardingiz. Ilmini bergan bo'lsa. Albatta u hofiz. Siz shaytonga ergashmayotganligingiz, iymonda, taqvoda turganligingiz ham Allohning tavfiqi bilan ekan. Qur'on o'qishni berdimi? Agar Allohning fazli, tavfiqi bo'lmasa, juda oz odamdan tashqari ko'pchilik shaytonga ergashib ketardi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi. Boshqa oyat. Astagfirullah. Va laula fadlullohi alaykum va rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Valakinalloha yuzakki man yasha'u vallohu samiun alim. Agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, sizlardan biron kishi biron gunohdan pok bo'lmas edi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Gunohdan tiyilayotganligingiz o'zi Allohning fazli ekan. Darajasini ko'taradi. Gunohdan o'zingizni to'xtata olayotganligingiz Allohning tavfiqi ekan. Agar Allohning ishchisi, ya'ni ba'zi bir sabablardan boshlarga chiqarganda, o'nli bir odam alhamdulillahi nahmaduhu va nasta'in. Ular hatto o'zini noibiga qarab turib, Makkani kimga tashlab kelding deganda, Abdurrahmon ibn Abil Abrazga tashlab keldim desa, man yahdihillahu kechada qul bo'lgan odamga tashlab keldim deganda aytadiki, ya amiral mo'minin, Makkani la ilaha illalloh vahdahu la Qur'onni eng zo'r bilgan olimlarning qo'liga tashlab keldim deganda, haqiqatan yaxshi odamning qo'liga tashlab keldim. Abdulloh Qur'onni yaxshi biladi. Bismillahir rohmanir rohim. Qur'on bilgan odamni yangi mavzuyimiz kamsitib, tavfiq mensimasdan bo'lmaydi. Nima? Agar qaysi bir kishi hukmlar aytadi, qaysi bir kishidan ixlosini so'raymiz. Qur'on o'zi tavfiq berishini so'raymiz. Allohdan o'zi olgan qo'llashini va yana bundan ham kattaroq narsa bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsa, bo'lishiga ko'mak bu Alloh taoloning bergan ne'matini Bismillahir rohmanir rohim. Alloh azza va jalla Qur'onda o'ylab ko'ring, marhamat qiladi. Osmon yerda yo'qdan bor qilgan Parvardigorning so'zini takrorlashlik ne'mati berilgan bo'lsa bir insonga. Va boshqa hamma ne'matni tasavvur qiling. Qanaqa ne'mat bo'lishidan qat'iy nazar, baribir kun yo'qib ketadi. Barchangiz Allohga qaytariladigan kundan qo'rqinglar. Qiyomatdan qo'rqinglar. Yer yuzida qanaqa ne'mat bo'lsa, yer yuzida nima bo'lsa, bu foni yo'qib beriladigan. Faqat Parvardigorning yuzi qoladi. Zulm qilinmaydi. Qur'on Allohning kalomi. Maxluq deymiz. Ahmad ibn Hanbal shuni deb o'ldirib yuborgan. Maxluq deysan. Maxluq emas. Allohning kalomida e'tirof qilamiz, bilamiz. Endi Allohning kalomi bo'lganligi yaxshi ko'ramiz. Yo'q bo'lmaydi. Hammamiz jannatga kirishni va uning oliy darajalarga yetishni Alloh taoloning kalomi turibdi. Shuni olgandan do'zaxni yomon ko'ramiz. Yana ba'zi bir dunyoda bir majlisda matolarni ko'rib turib, do'zaxga aql bo'lib qolishdan Allohdan panoh tilaymiz. Alloh taolo siz bilan bizga alhamdulillahi robbil alamin musulmonmiz. Robbimiz bizga amr qilgan, buyurgan buyruqlarni bajaramiz. Lekin hisob kitobdan bajarayotganimizdan ko'ra mukammalroq bo'lishini xohlaymiz. Ahmad ibn Majah, Abu Dovud, Termiziy keltirgan ekan bu rivoyat. Ana shu amallarni mukammal suratda bajarish bizning foydamiz ekanligini bilamiz. Bilamiz. Shuning uchun mukammalroq qilaylik deymiz. Amallarimiz yana ham chiroyli bo'lsin deymiz. Ammo doim qodir bo'lamiz. To'g'rimi? G'ayrat bilan, jiddu jahd bilan, shijoat bilan qilishni boshlaymiz. Ammo bu g'ayratimiz uzoqqa bormay qoladi. Rivoyatlar kelar ekan, Qur'onning oyatlaricha bo'ladi jannat manzaralari deydi. Ba'zi hadislarda jannatning 100 darajasi bor deydi. O'qiyman deysiz. O'qidinglar. Xoriy dunyoda qanday Qur'onni o'qigan bo'lsangiz, sekin-sekin yaxshi o'qiysiz. Shu o'qishlik asnosida uni darajasi ko'tarilib boradi. Ish to'xtab qoladi. Oxiriga yetkaza olmaymiz. Maqsadimizga yeta olmaymiz.
shu kishini jannatga Xohlaymiz. manzil hisoblanadi. Bironta bir gunoh qilmaslik. Farishtalar aytar ekanki, Xohlaymiz agar sen Allohning yana ziyorat chegaralari qilganingda haddan Qur'on buzmasligini. Biz ham seni Lekin o'rningni doimo ziyorat bunga qodir qilgan bo'la olmaymizda. Abdulloh ibn Mas'uddan aytiladi. Kitob o'qishning fazilati haqida ma'lum eshitdik. Mahilul musaddiq man ja'alahu imamuhu qadahu ila al-jannah va man ja'alahu khalfahu ila an-nar. Qur'on tosh pichoqni qayrab o'tkir qilganidek, kitob insonning aqlini o'tkir qilar ekan deb eshitdingiz. Kim Qur'onni o'zini oldiga qo'yadigan bo'lsa, albatta uni ertadan boshlab albatta kim Qur'onni orqasiga tashlagan bo'lsa, yotishdan avval, uyqudan avval yarim soat albatta kitob o'qiyman deb niyat qilasiz. Niyatli qilmaysiz, kitob olasiz. Boshlaysiz ham. Bir kun o'qiysiz, 2 kun o'qiysiz. Dunyodagi mashaqqatini yengillatadigan bo'lsa, Alloh taolo bu bandani oxiratdagi mashaqqatini bo'ldi. Kechki paytda yeygan ovqat odamga zarar ekan. Domlalar ham aytayapti, buni doktorlar ham aytayapti. Bo'ldi, 6 dan keyin kechki payt, 7 dan keyin ovqat yemayman. Bu kishini mashaqqatini yengillatib chiqaradi. Bir mo'min ikkinchi mo'minni yordamida turar ekan. Bir musulmonni mushkulini oson qilishga yonida turar ekan, yordam bilan. Yordam berayotgan odamning yonida Alloh taolo o'zi turadi. Qaysi bir kishi ilm o'rganishlik uchun bir qadam bosar ekan, dushanbadan trenajyorga Alloh taolo bu chiqaman. kishining qadamini Seshanbadan stadionga chiqaman. Chiqasiz bir va qaysi bir qavmda, qaysi bir qavm Allohning uylaridan biriga to'plansa, Allohning kitobini tilovat qilsa, dars qilsa, bularning ustiga harakat ham qilmagan, ko'tarmayotgan. Rahmat tushadi. Bular harakat ham qilmagan, demak sizlarga tegishli emas, qo'l ko'targanlarga tegishli ma'lum. Alloh o'zining huzuridagi demak sizlar ishonmagan sizlar hech qachon bu narsani qila olmasliginglarga, e'tiqodinglar mustahkam, shunday qolaveringlar. Demak, bugungi suhbatimizni xulosalab birodarlar, bu mavzu juda muhim mavzu. Tavfiq mavzusi. Birodarlar, Ramazon soddaroq qilib aytaymi, tavfiq nima deyapti, kechinglar. Mashinani roli bormi? Ramazonning birinchi kuni deyapti, kechinglar. Motor har qancha kuchli bo'lsin, mashina har qanchalik yangi bo'lsin, hadovoyi moshni bo'lsin, rol ishlamasa u foydasi yo'q. Alomatlarini sanab o'tganda oila, yillar oylik, oylar 460 kuchi mashina ishlab turibdi, qaysi tomonga bossiz tortaman deb turibdi. Agar siz aytgan tomonga yurmasa, u mashina bizga kerakli narsa bo'lmaydi. Kecha boshlanadi ro'za. Tavfiq ana shu rol. Bugun 3 dan 1 o'tdi. Ma'qulmi? Endi do'ppimizni bitta aylantirishcha Ramazon chiqib ketadi, eskina o'tib ketib qoldi deymiz. Bolangiz endi tikka turib sahobalar ikromlar Ramazonga yetishlikka bo'ladi. Allohdan duo qilib so'rashardi. Ramazonga yetkazgandan keyin 30 kun Ramazonni tutib, xatmalarda qoyim bo'lib, u bola faqat oldiga yura oladi. 6 oy Parvardigor shunda ro'zamizni qabul qiling deb duo qilasiz. Qolgan oylarda burib turasiz, chuqurga Ramazonga o'ldirmasdan to'g'riga chiqib oladi. 700 yilni agar tek qo'yib qo'ysiz, borib devorga taqalib qoladi, vaqtlar tugab qoladi. Hash tashlagicha o'tib ketadi. Ozgina tavfiq, ozgina. Ba'zi masjidlarda xatmlar tugadi, ba'zida bir porodan o'qilyapti. G'animat bilaylik. Bu televizor bilan haftasiga 2 marta albatta boraman deydi, 3-4 kundan keyin. Bu uyqu bizdan minodor bo'lgan emas. Tanish manzarami? Bu jasad minodor bo'lmaydi. Qiyomat kunida inson bolasi jasadini nimaga bor bo'lgan harqilganini, nimada isrof qilganini nimaga shunaqa bo'ladi? Bu oyoqlar bilan qarasangiz, aql hush joyida guvoh bo'ladigan bo'lsak, qilmoqchi bo'lgan ishingiz sizni foyda ekaniga aniq ishonasiz. Ikkilanmaysiz, boshlaysiz. Oxiriga yetkiza olmaysiz. Nima uchun shunaqa bo'ladi? Nima qilsak, mana shunday bir xayriyat ishlarni davomiy suratda bajarib maqsadimizga yetamiz. Masjidga chiqaylik. 11 oy gunohlardan osonlik bilan tiyilamiz. 1 oy iborat birodarlar. Bu boyda ham bu narsa uchun nima kerak? Alloh subhanahu va taolo mana shu narsaga yetish uchun bizga nima kerak? Qur'on tilovat bilan mashg'ul bo'ladigan bandalardan kerak bo'lsin. Allohdan bo'lgan tavfiq. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Robbimiz Alloh taologa beadad hamd va sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salavotlarimiz bo'lsin. Alloh taoloni o'zi fazilatli kunlarda, barakotli soatlarda, inshaalloh Ramazoniy kechalarda ibodatlarimizni Robbimning o'zi dargohida husnu qabul aylasin. Alhamdulillah. Alloh taoloni fazli ila kechagina aytayotgan edik, tarovihning vaqti qachon? Soat nechida boshlanadi? Ro'zani saharlik va iftorlik vaqtlari nechada deyotgan edik. Alhamdulillah, bugun 2-kun tarovihni o'qiyapmiz. Mana bugun alhamdulillah ro'zani 1-kuni ham o'tdi. Alloh taoloni o'zi fazl aylasin. Inshaalloh gapimga ishoning, ana mana
10-kun, undan keyin 20, undan keyin Laylatul Qadr kechalari inshaalloh yana hayitda mana shunday diydorlashishlikni Alloh taoloni o'zi nasib aylasin inshaalloh. Shuning uchun Ramazonda bizusiz katta tayyorgarlik o'laroq. Ramazonda nafaqat ro'za, taqvo bilan, ilm bilan, hilm bilan, fazilat bilan inshaalloh Ramazonni tarbiyotlarini olmoqligimiz kerak. Ulug' savdogarlardan Abdulloh ibn Muborak aytadilar: Men odobni 30 yil o'rgandim. Men 30 yil ustozlardan, ota-onamdan, har joydan 30 yil odob o'rgandim. Ilmni esa 20 yil o'rgandim dedilar. Shuning uchun bugungi kunlarda Ramazon taqvo oyi bu. Ramazon Qur'on oyi bu. Ramazonda alhamdulillah odobimizni ham to'g'rilab olaylik. Faqat bugungi kundagi tutayotgan ro'zalarimiz me'damizdagi ro'za emas, oshqozondagi bugungi kundagi cheklovlar emas, yeyishdan, ichishdan yoki boshqa masalalardan. Bugungi kundagi ro'zalarimiz taqvolarimizga ham ro'za bo'lsin. Bugungi kundagi ro'zalarimiz ko'zimiz har qayerga o'ynamasin. Bugungi kundagi ro'zamiz tilimizdan har narsalar chiqmasin. Bugungi kundagi ro'zalarimiz birodar, insonni mukammal tarbiya qiladigan komil shaxs o'laroq yetishtiradigan amallar bilan bo'lsin. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Ramazon agar insonni tarbiyalamasa, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam u insonni la'natladilar. Qanday? Ramazon keldi mana, kecha ichib yuruvdik, kecha chekib yuruvdik, kecha bir ishlar qilib yuruvdik. G'ibatu, bo'htonu, yolg'onu, aldovlar bilan yurgandik. Ramazon keldi, to'xtadik mana. Nega? Chunki biz ro'zamizda. Kechqurun tarovehga boryapmizda. Ramazon o'tdi, yana eski holimizga qaytdik. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mana shunday odamni burni yerga ishqalansin dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mehrobga chiqayotgan vaqtlarda, minbarga ko'tarilayotgan vaqtlarda birinchi zinadan ko'tarildilar, amin dedilar. Ikkinchi zinadan ko'tarildilar, amin dedilar. Uchinchi zinaga ko'tarildilar, amin dedilarda turib jamoatga qarata xutba aytdilar. Masjidning eng tabarruk joyi mehrob va minbar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam minbarga chiqayotgan vaqtlarida amin dedilar. Nima? Uning birinchi amali. Kimningki huzurida ota-onasi bo'la turib jannatga kira olmasa, uni burni yerga ishqalansin dedilar. Chunki kimnidir ota-onasi huzurida mavjud bo'lsa, birodar jannati naqd. Unaqa qiyin narsa emas. Shuning uchun ota-onasi bo'la turib, u inson do'zaxiy bo'lsa, jannatga kira olmasa, u inson attang imkoniyatdan foydalana olmayapti. Burni yerga ishqalansin dedilar. Ikkinchi odam kim? Ikkinchi odam shunday odamki, Alloh taolo unga Ramazonni qarshilamog'ini Alloh taqdir qildi. Mana Ramazonda turibmiz mana. Ramazonda bo'la turib gunohi kechirilmasa, u o'zining hayotiga o'zgartirish kirgizmasa, u ro'zador bo'lmasa, kechqurun tarovehni o'qimasa, Alloh taoloni fazl o'laroq bandaga bandam senga imkoniyat beraman degan imkoniyatdan foydalana olmasa, u insonni burni yerga ishqalansin dedilar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam. Jabroil alayhissalom ham bu gapga qo'shildilar. Shuning uchun mana Ramazon bizni qarshiladi. O'zgaraylik endi. Shunday o'zgaraylikki bugun taqvoyimizda, ibodatlarimizda, yurish turishimizda, xulqimizda, fe'limizda, ihsonlarimizda, har bir gap so'zlarimizda, hatto nafas olishliklarimizda birodar yonimizdagi odam taqvoni his qilsin. Alloh taolo shunda fazilat beradi bizga. Bugun ro'za tutaylik. Ro'za tutaylikki Alloh taoloni o'zi fazl aylasin. Bugun ro'za tutuvchilar alhamdulillah juda ko'p. Ikkinchi ro'za tutuvchilar bor. Ular alhamdulillah ertalab barvaqt turishadi. Ularni barvaqt turishliklaridan ham biror bir asos yo'q. Ertalab barvaqt turaman deydi, men soat 5 da turaman deydi. Na ro'za oladi, na bir bomdodni o'qiydi. Nimaga kerak unaqa barvaqt turishlar?
Barvaqt turganda birodar tahajjudni o'qing. Barvaqt turganingizdan keyin birodar bomdodni o'qing. Birodar, alhamdulillah, Alloh sizga fazl bersin. Sizni Alloh imkoniyatingizni keng qilib qo'ydi. Siz ertalab saharlikni qiling, undan keyin bomdodni o'qing, 11 gacha uxlang birodar. Ro'za tuting lekin. Kimdir aytadi, biz-ku barvaqt turib ishga boramiz, bularning ro'zasi qanaqa ro'za bo'ladi? Ro'za tutib yarim kun yotadi deydi. Birodar, siz o'shalardan o'rganing. Shunday ro'za tutishlikni. Yarim kun yotadimi? Bir kun yotadimi birodar? Ular ro'za tutyapti ular. Allohning farzini ado etyapti. Siz quvoning. Sizdan ko'ra ularning darajalari baland. Chunki nega? Alloh farz qilgan ro'zani ular tutib qo'yibdi bular. Bu ro'za tutadi, namoz o'qimaydi deydi. Birodar, sizchi? Siz namoz ham o'qimaysiz, ro'za ham tutmaysiz. Sizdan darajasi baland buni. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Har qanaqangi savollar siz yoki noto'g'ri o'ylovlarga bormang. Bugun imkoniyatingiz yetsa ro'zani tuting, namozni o'qing, taqvo qiling, yaxshilikda ildam bo'ling. Alloh taolo sizni peshqadamlardan qilsin. Tarovehga qatnashing. Alloh taolo sizga yaxshilik bersin. Chunki Alloh taoloning kalomi Qur'on. Biling, bir joyga manfaat beradi u. Alloh taolo Qur'onni shifo dedi. Buni eshityapmiz. Shifo. Qayerga shifo? Quloqimizga shifodir, ko'zimizga shifodir. Tik turyapmiz. Alloh buni fazl o'laroq yaratdi. Alloh taolo bandaga foydasiz bo'lganda namozni, ro'zani, zakotni, ibodatni, taqvoni Alloh taolo bizga buyurmasdi. Bugun Qur'onni eshityapmizmi? Alloh Qur'onni shifo dedimi? Birodar, Allohning va'dasi haq. U shifo. Qayerga shifo? Bandani aqli yetmaydi unga. Bandani aqli yetmaydi, qayerga shifo, nimaga shifo? Bu Qur'on, bu din, bu shariat, birodar, matematika emas. 2 qo'shuv 2 teng 4 degan masala yo'q. Alloh taoloning fazli u. Alloh taolo nima deyapti? Bir ihson qil, Alloh taolo kamida 10, bo'lmasa 70, taqvoga yarasha 700 beraman deyapti. Buni matematik hisobda hisoblay olamizmi? Yo'q birodar, matematika bunga lol. Buni misolini ko'rasizmi? Qora aka o'qigan surada Alloh taolo Qur'oni Karimda aytayapti. Bug'doy, dehqon bir dona bug'doyni yerga qadaydi. Undan bir katta boshoq o'sib chiqadi. Bug'doyda 7 ta va 10 ta boshoqlar bo'ladi. Har bir boshoqda necha donlar bo'ladi. Uni aslini olganda u nima? U bir dona urug'. Alloh taolo biz u sizni bugungi kunda hisob kitoblarimizni mana shunday sindiradi. Shuning uchun bugun bandachilik qilib, u yog'i qanday bo'ladi? Bu yog'i qayerga yetib boradi? Buni oxiri qayerga taqaladi? Birodar, uni siz fan texnikangizda qilaverasiz. Uni dinda qila olmaysiz uni. Bu Allohning fazli, Allohning karami, Allohning buyukligi mana shu. Bugun Qur'on badanlarimizga, qalblarimizga, ko'zlarimizga, butun a'zolarimizga shifo bo'lyapti bugun. Bugun taqvolarimizga taqvo qo'shyapti. Bugun Qur'onni eshitish, bugun Qur'onga somi bo'lishlik, qorilarimizni Qur'on o'qishligi, birodar, bizlarni nafaqat dunyoda, oxiratda ham saodatli bo'lishligimizga asos va sabab bo'lyapti bugun. Bugun ro'za tutayotganlarimiz, Alloh taoloning fazli alhamdulillah. Ro'zada har birlarimiz mustahkam bel bog'lamog'imiz kerak. Qayerda bo'lmaylik. Musofirlar, birodar, qayerda musofir bo'lsangiz, imkoniyatingiz yetsa, o'sha joyni vaqti soati bilan ro'zani tutavering. O'zi buxorolik hozir bu chet elda. Chet el qaysi davlatga borgan, o'sha joyni ro'zadagi vaqt hisob kitobi qanday bo'lsa, o'sha joyni hisob kitobi bilan ro'za tutsin. Ro'za tutmayman, men tutolmayman desa, musofirga imkoniyat bor. Qachon? Qaytib kelganidan keyin vatanida tutib beradi. Bo'ynidan soqit bo'lmaydi. Qaytib kelganidan keyin tutib beradi birodar. Bugun ishga borgan, ular musofir bugun. Ular tutmasalar ham ruxsat. Tutsalar-ku nur ustiga nur. Lekin tutmasalar kelganlaridan keyin inshaalloh tutib berishadi. Yoki yo'q, men ishim bemalol. Men o'zim chet elda yashayman, men musofirman, lekin ishlarim xotirjam. Men ro'za tutaman desalar, o'sha joyni vaqt va soati bilan tutaversinlar inshaalloh.
Bugungi kunda imkoniyatlar keng. Internet tarmoqlarida vaqtlar bor. Yoki bugungi kunda tarovih namozini qaysi masjidda, qaysi viloyatda bo'lsangiz ham o'qiy olasiz. Birodar, o'qing. Hatto bugungi kunda ayollarimiz ham tarovih namozini o'qisinlar uylarida. Qizlari bilan birga, farzandlari bilan birga, onalari bilan birga o'qisinlar. Mabodo tarovihga erkak kishi bora olmasa, ayoliga, farzandlariga imomlik qilsin. Bo'laveradi. Alloh taoloning o'zi fazl. Bu tarovih namozlari sunnat namozlar. Nima dedik? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: Ramazon oyida qilingan bir nafl ibodat qolgan oyning farz ibodati bilan barobar dedik. Bugun sunnat namozi, nafl namozini Ramazonda o'qisak, qolgan oyning farz ibodatlari bilan bir maqomda ibodat qilganmiz kabi. Shuning uchun ayollarimiz sog'liqlari yetsa, alhamdulillah. Alloh ayollarimizga kuch-quvvat bersin. Sog'liqlari yetsa tarovihni ham o'qisinlar, ro'zani ham tutsinlar, namozlarini kamda qilmasinlar. Shariat ahkomlariga muvofiq amallarda Alloh taoloning o'zi hammalarini bardavom aylasin inshaalloh. Mana shuning uchun bugungi kunlarda Alloh taoloning o'zi fazl aylasin. Ro'zada har bir mu'min mustahkam bo'lsin, bardavom bo'lsin. Ramazon bu taqvo oyi. Taqvo qilaylik bugun. Ramazon bu ibodat oyi. Ibodatda mustahkam bo'ling bugun. Ramazon shunday bayramki, har kim har kunni bugun bayram va xursandchilik qilsa arziydi, birodar. Ramazonda bizusiz o'ylaganchalik juda qiyin, mushkula va masalalar yo'q. Ramazonda eng katta yutuq shaytonlar zanjirband qilingan. Bugun bir ibodat qilaman desak, bir ihson beraman desak, bir yaxshilik qilaman desak, birodar, unga cheklov yo'q. Shaytonlar sizni vasvasa qilmaydi. Vasvasa bo'lyaptimi? Demak, sizni o'zingizni shaytoningiz kuchli. Nafsingiz chegaradan chiqib ketgan. O'zingizni bosar tusaringizni bugun bila olmayapsizmi? Shaytonlardan o'pkalamang bugun. Avval aytardik, bir ish qilib qolsa, meni shayton vasvasa qildi derdik. Shaytonlar endi zanjirband qilingan. Endi aybni kimni bo'yniga qo'yasiz? Endi nafsingizni, o'zingizni bo'yningizga qo'yavering. Aslida siz ana o'shanday. Aslida sizni nafsingiz, toatsizligingiz, isyoningiz, xarxashaligingiz aslida asl tabiatan mana shunday, birodar. Shuning uchun xarxashani qo'ying, toatga yopishing, Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Bahonalarni qo'ying, ro'zani tuting. Ro'zada imkon qadar bo'lsa, bugun aytdik, ro'zani boshrog'ida dam olib ro'za tutaylik. Chunki bugungi kunda o'rganmaganmiz. O'zingizni ozgina asrang. Dam olib ro'za tuting. Ishingizdan ozgina o'zingizni dam bering. Inshaalloh ro'za bu bayram, bu baxt, Alloh taoloning fazli. Ro'zada buzuvsizga yo'q bo'lgan cheklovlar yo'q. Xushbo'ylik bugungi kunda uni ro'zani uxlash bilan yotqizish mumkin emas. U bo'ladi, ro'zada cho'milish mumkin emas. Birodar, mumkin, bemalol. Xohlang dam oling, xohlang cho'miling, xohlang xushbo'ylik surting, faqat ro'za tuting. Alloh taoloning o'zi har birlarimizga yaxshilik bersin. Faqat ro'zada g'iybat mumkin emas. Birovni aldash mumkin emas. Tuhmat va bo'htonda bardavom bo'lishlik mumkin emas. Mana shu narsalarni buzuvsiz epaqaga keltirsak, Alloh taoloning o'zi hammalarimizga fazl beradi. Va yana bir ro'zada e'tibor beradigan narsalarimizdan ro'zada ozgina taqvodorroq bo'laylik. Alhamdulillah, olimlarimiz aytadilar, inson qorni och qolganda bozorga bormasin. Kerak va keraksiz narsalar oladi o'ziga. Bugun ro'za tutganmizda qornimiz och, biz birovga iftor bermoqchimiz, iftorliklarga isrof qilmang. Bugun yana bir narsa bor. Iftorlik beradigan, tarqatadigan bo'lsak, u me'yorida bo'lsin. Iftorlik bermoqchimiz, bugun shohona ziyofat 50 kishiga. Undan ko'ra o'rtacha 100 kishiga iftorlik tarqataylik. Bugun erta indin qo'shnilarimiz, birodarlarimiz, masjid, qorilar, madrasalar masalan. Shunaqa qilaylik. Yana bugungi kunda iftorlik dasturxonlarini Allohdan qo'rqaylik bugun.
iftorlik qilsak nima uchun qilyapmiz? O'zimizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam savob va ajr olasiz dedilar. Ro'zadorni ajridan kamaytirilmagan holatda ajr beriladi dedilar iftor qilib bergan odamga. Lekin bu ajrlarimizni internet tarmoqlarida har qayerlarga rasmlar joylab, reklamalar qilib ajrimizni buzusiz savobini kamaytirmaylik. Bugungi kunda ozgina odam taqvodorroq bo'lsin. Biz ehson tarqatyapmiz bugun. Birodar, hamma joyga ehson tarqata olmaymiz. Uni butun dunyo ko'radi. Biz ehson tarqatyapmiz alhamdulillah. 100 kishiga, 200 kishiga, 1000 kishiga masalan. İftorlik dasturxonlari tarqatyapmiz. Lekin birodar, siz aniq bilasizmi? Dunyoda boshqa och odam yo'q. Sizni internet tarmog'ida joylagan dasturxoningizni boshqa och odam ko'rmadi deya olasizmi? Yo'q albatta. Shuning uchun joylamang. Taqvodorroq bo'ling. Amallarni maxfiy qilinganligi Alloh taoloning fazli. Maxfiy bo'lsin. Birov bilmasin. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar, o'ng qo'l qilingan sadaqani chap qo'l bilmasin dedilar. Maqsad nima? Maqsad maxfiylik. Riyo. Odamlar ko'rsin. Odamlar meni nima deb o'ylasin? O narsalarni qo'ying. Xudo uchun qiling. Alloh taolo shunda har bir mu'minga fazilat, barakot, Alloh taoloning o'zi har birlarimizga ulkan yutuq va yaxshiliklarni inshaalloh Alloh taoloning o'zi taqdir qiladi. Shuning uchun bugungi kunlarda aytadigan nasihatlarimizdan ro'zadorimiz, mu'minmiz, taqvodorroq bo'laylik. Ramazondan bir narsa olib chiqing. Ramazonda kecha 5 kun oldin Ramazon boshlanmasdan qanday edik? Ramazon tugagandan keyin xuddi shunday holatda chiqsak, Ramazon bizga foyda bermabdi. Rasululloh aytgan narsa bo'ladi. Burni yerga ishqalansin bo'ladi. Shuning uchun Ramazondan bir narsa olib chiqing. Taqvo olib chiqing. Halimlik olib chiqing. Odob olib chiqing. Tarbiya olib chiqing. Alloh taoloning o'zi fazl beradi shunda. Ramazonga alohida e'tibor beradigan narsa ro'za. Ro'za tutish kerak. Ramazonda alohida e'tibor beradigan narsa biz usiz taqvodorroq bo'lishligimiz kerak. Ramazonda imkon qadar nega ro'zani Alloh taolo bizga farz qildi? Demak, boylar ham bugun och qolgan odamlarni holiga tushsin. Ularni urviniga tushib ko'rsin. Qorin qanday och qoladi? Bizda-ku bugun imkoniyat bor, ularda o'zi yo'q. Demak, mana shu holatga tushaylik biz. Ya'ni taqvodorroq bo'laylik va qo'ldan kelgancha ehson tarqatish kerak. Bugun 100 kishiga emas, ko'proq kishiga, 2 kishiga emas, 5 kishiga, 1 kishiga emas, 2 kishiga ehson tarqatishlikning fazlini biz bilaylik bugun. Alloh taoloning o'zi har birlarimizga shunda yaxshilik beradi. Va shu bilan birgalikda bugungi kunlarda ozgina ehtiyotkorroq bo'lib, biz usiz qilayotgan amallarimizni bugun odamlarni ko'zi uchun, odamlar nima deydi deyish uchun yoki bugun iftorlik qilyapmiz uylarimizda. Birodar, har yili qilganman deydi. Shu yil ham qilmasam odamlar nima deydi? Nima bo'libdi? Bugun bu yil qilmasangiz, kelasi yil qilarsiz, undan keyingi yil qilarsiz birodar. Nima bo'libdi iftor shu yil qilmasangiz? Undan ko'ra ehsoningizni kambag'allarga tarqating. Ehson bering, yaxshilik qiling, odamlar uchun emas. Birodar, amallarimiz kam bo'lsin, qisqa bo'lsin, ozgina bo'lsin, oddiy bo'lsin, faqat Xudo uchun bo'lsin, Alloh uchun bo'lsin. Alloh taolo ehson va ibodatlarimizni Robbimning o'zi dargohida qabul aylasin. Birodarlarimiz, siz aziz jamoatdan duo talab ekanlar, Sanjar akani onalari shifo talab ekanlar, Alloh taolo shifoi komil bersin. Nodir aka ayollari haqlariga duo talab ekanlar, Alloh taoloning o'zi har birlarimizni duolarini ijobat, kuch va quvvat, yaxshiliklarni Alloh taoloning o'zi har birlarimizga sherik qilsin. Siz jamoat duo talabimiz Alloh taolo Ramazonning oxirigacha mukammal ibodatlar qilishlik, mukammal ro'zalar tutishlik, ma'ruzalar qilishlik, ma'ruzalarni eshitishlik, eshitganlarimizga amal qilishlikni Robbimning o'zi hammamizga nasib aylab, jamoatlarimizni duolari ijobat, ehsonda qo'li ochiq, saxiy, taqvodor mu'minlardan bo'lishliklarini Robbim hammalariga nasib aylasin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir bi rahmatika ya arhamar